Mush yaqinda korxonachilar dahshat chiqlar ketdi yaqinlashlar. Biri mahsulotni ishkizini akat iskratdan 4 ilib ochchaladi. Şirketning mas'uli bir cho'ng bir boshqa ketdi. Bandaq loballar hozir jamiyatimiz dahshatchi. Shularning ichida yeydigan maqsad bor, ichadigan maqsad bor, kiydigan maqsad bor. Eng muhim bo'lgani nima biz uchun? Shu yeydigan maqsadlar odam badaniga ziyon qilamdi, foyda qilamdi. Pul tepishni maqsad qilib nurg'un vosita tanlamay jamiyatimizda mahsulotlarni bozorga chiqib insonlarga, jamiyatga nurg'un insonlarga yuzatgan korxonachilar yo'q emas. Kilish manbasi nerede? Uqmaydi. U narsani aka bozor soz foyda qilgan xudi. Mana buni nima deymiz? Vosita tanlamay pul tepish. Vosita tanlamay qiymat yaratish. Vosita tanlasa qana qilamiz. Ota, men mahsulotning kelib chiqish manbasi nerede? Bu mahsulotga ishlatgan material nima? Qaysi bir korxona jamisi materiallarni suyib chiqarib olaydi? Butun Şinjan'da daim özünün maqsadini o'zi söküdigan, daim özünün maqsadini bazarga yeyib turib gaplaydigan bir odam bor. U bo'lsa Asra shirkatiniki Jabbar. Bu odamning shirkatiga chiqib men suhbatlashdim. Men asli kirib ko'rishibdi menga degan maqsaddan kirgan ish qilsa. Butun maqsadlarni jo'ziga yetib, menga 3 soat so'zlish fursatini berdi, ham 3 soat suhbatlashdik. Adresi Qiza, nurg'ulg'an qiyizlar, jinim ufqulurum. Muşu qiza degan narsaga qattiq diqqat qilaydi. Nereden keladi? Chiqish adresi qaraydi. Bu qiz degani yasash usuli jiq. Bak nachar muhitni yasaydi. Bak obdan muhitni yasaydi. Ba'zi o'lib qolgan jonivorlarni majbur izish mashinasiga sab izilganini izib, ashlarni qiz qilib bozor soladi. Uning ichiga ancha-muncha ximiyali model qattal vasaylar go'shtning operatsiyasi bo'ldi. Ashinchi galatda buni davomli ko'rib turmiz-ku. Bir haqiqatdan bir qizagan chaqda markasi qarab qo'ymaydigan insonlar bor. Oddisi jamiyatimizda hozir samovar sho'rubxonasi dahshatchiq. Xo'sh, bu samovar sho'rubxonasining ichiga kirsak, yo'q hisobda 100 xil mahsulot bor. 100 xil mahsulot ichida siz 15 dan 20 ismini bilasiz. Ya 30 ni bilasiz. Qolgan 70 turli narsaning ismini bilmay turib yeysiz. To'g'rimi, xatomi? Mana ekran ichidagi siz mana bir javob berib beqing. Necha xil samovar ishlatadigan yeymaklikning ismini bilasiz. Shuni menga bir deb bering. Bila olamsiz? Albatta ismini bilmay turib yeydiganlar bakchiq. Farzandlarimiz yeydi, do'st birodarlarimiz yeydi. Shunlashqa mushu nuqtadan men Asra shirkatiniki mahsulotlariga xotirjam holatda iste'mol qilyapman, ham tavsiya qilaman. Asra shirkatiniki to'ng to'xosa bizniki jamiyatimizga nurg'ulg'an tanlov bozorda bor. Aytib suhbat ipi qilgan, o'lchamlik yerdan o'ltirib bozor silingan mahsulot. Shuningga keng xalq qilmasiniki, Asra shirkatiniki to'xosini xotirjam ishlatishni tavsiya qilaman. Chunki o'zimning ko'ngli to'q. Xo'gorniki dilolar olsun, xo'gor ishlatadigan xotirjam shonchonlar olsun. Hammasini qandoq ezib chiqargan, necha % izimiz shuncha galatda mukammallashtirib xuddi o'zimning bolalarga yugizma. Qo'rqmay yuzalg'ida galat yurakni berdi. Hatto Asra shirkatiniki mas'ulimi o'zining bolasiga yugizib turib, bozorga sal. Hammasini isbotlar bilan ko'rsatib, ishlab chiqargan o'rinlarni ko'rsatgachga bugungi video filmim shu Asra shirkatining to'g'risini, mahsulotlarini qisqacha madaniga chiqardim. Hem tanlashingizlarni shu Asra shirkatining to'g'ri materiallarini xotirjam ishlatsangiz bo'ldi-ki deb men video filmi chiqardim. Qo'llash ustini bir tal yurak beraylik. Bolalarimizga yemakligiga ancha nazorat qilib qo'yaylik. Ismini bilmaydigan shu yemeklarni amalga yemaylik. Kelish manbasi bo'lmaydigan nurg'ulg'an yemeklarni amal iste'mol qilmaylik. Misali, mavo to'g'ri pachiqmi? Yo'q. Bu asla to'g'ri pachiq emasga. Shaxsan men qilmayman. Mana shunday Jabbardek isil korxonachilar bug'ashqa mana bizniki yeyotgan narsamizning nimaligini yeyib chiqarib berdi. Demak, xato to'g'ri. Shumi shu emasmi? Yigil bulamda bo'lmamdi. Hammasini shunday Jabbardek ustozlar sahnimizga naytib so'zga galat ochib beradi. Hammangizlarniki har joy go'zal bo'lsin, salomatligimiz uchun shu yeydigan narsaniki ancha-muncha sifatiga diqqat qo'ygan bo'lsak, rahmat sizlarga.